Isming kim edi sen? Samandar, necha yoshsan? 7. 7 yosh. Oying qayerda? Oyim hostada qolibdilar. Sen oyingga yordam beryapsan. Oying nima sotadi? Oyim suv hamma narsani sotadi. O'qish yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Kim bo'lmoqchisan kelajakda? Askar. Kim? Askar. Askar bo'lmoqchimisan? Askar qaysi fan yaxshi o'qish kerak? Sportlarga o'qish kerak yaxshi. Kitob o'qishga qiziqasanmi? Kitobing bormi? Bor, faqat yo'qotib qo'ydim. Ko'p kitob bo'lsa o'qiysanmi? Yo'q, o'qisan kitob ol. Hozir emas, o'zim kitoblarim bor. Hozir emas, hozir nima qilmoqchisan? Hozir o'zim mol taqminlarni sotmoqchiman. Nechta taqvim sotishing kerak? Ikkita? 2ta sotdim, qolganlari 12 edi. 12tasi qancha bo'ladi? 12tasi hammasini 15.